sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlar korxonalar shu ketma-ketlikda joylashib qolgan ekan. Hozir Rustamjonning yonlarida ekan agrobiznes jamoasi Vesagro O'rmonal akamiz ustozimizning kanallarida Turkiya safarlarini ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Mana shu yerda mutaxassislar bilan gaplashamiz. Hormanglar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Alhamdulillah. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz. Rahmat. O'siz qandaysiniz? Tinch, Xudoga shukr. Yaxshi bo'lyaptimi ko'rgazmalar? Ha, zo'r. Natijalar har yilgidan ham ko'ra yaxshi. Ha, tashriflar yaxshi, o'zi qiziqqan. Samarqandda aytishadiki, aynan sohaga qiziqqan, shu narsa kerak odamlar keladi ko'proq deb aytishadi, to'g'rimi? Ko'p yillardan beri ishlaydigan fermerlarimiz juda ham ko'p kelishdi. Endi Xudo xolasa natijasini yana ko'ramiz endi sotishlar bilan. Ha. Keyinroq yana ma'lum bo'ladi. Ha, har yilgidan ham ko'ra keng sinovdan o'tgan narsalarimiz bor edi. O'shani fermerlarga seminar qilib tanishtirgandik-da. O'shani kelib yana kataloglarni olib ketish uchun kelishdi. Bo'ldi, baraka toping. Avvalo o'zingizni tanishtirsangiz, keyin korxonani tanishtirsangiz bizga. Men YouTube'da ko'raman, o'zidan anchadan beri bilaman. Obunachilarimizga tanishtirib olsak. Mo'minov Qahramon Aqnazarovich. Shu soha bo'yicha doktoranturasini tamomlaganman, seleksiya urug'chilik bo'yicha. Hozir endi mana agrobiznes chorva ozuqa ekinlarini olib kirish, chetdan olib kirish. Bu Amerikadan, Turkiyadan 20 xilga yaqin chorva ozuqa ekinlarini O'zbekistonga olib kelib, moslashuvchanligini tekshirib ko'rib, sotishga fermerlarga tadbiq qilyapmiz. Shug'ullanasizlar. Agrobiznes jamoasi O'zbekistonda necha yildan beri faoliyat ko'rsatadi? 30 yil bo'ldi. Birinchi O'zbekistonda ochilgan agrofirmalardan biri. O'zbekistonda hozir mavjud bo'lgan davlat reyestridan o'tgan chorva ozuqa ekinlar urug'larining 70%ni agrobiznes tomonidan davlat reyestriga taklif qilingan, o'tkazilgan. O'zbekistonda qilmagan moslashuvchanligi boshqasini. Mana bugun ham faoliyatimizni davom ettiramiz, yanada kengaytirganmiz. Kengaytirganmiz deganda avvalo tushuntirib ketaylik. Urug'chilik yo'nalishi bor sizlarda. Himoya qilish vositalari ham bor-a? O'simliklarni himoya qilish vositalari, ozuqalar. Ozuqalar Ispaniyadan keladi, Anoka ozuqa kompaniyasidan. Qolgan korxonalarni tushuntirib bersangiz, mana Makka Jo'xori urug'laringiz qaysi kompaniyada? Makka Jo'xori Turkish Genetik urug'chilik kompaniyasining Electus urug'chilik kompaniyasi va Bravo urug'chilik kompaniyasi Turkiyadan keladi. Bu degani 70 kunlikdan 135 kungacha bo'lgani don va silos yo'nalishiga mo'ljallanganlar keladi. Amerikadan Seti urug'chilik kompaniyasi, dunyoda top 5 talikka kiradi Seti urug'chilik kompaniyasi. Shundan bir 12 xil Makka Jo'xori urug'lari keladi. Bu to'g'ridan to'g'ri Amerikadan keladi. Serbiyadan ZP brendi asosida urug'larni olib kirardik. Bu yil endi Turkiyaning yerda yetishtirilganlari keladi. Ha, tushunarli. Endi siz himoya qilish vositalarini aytib o'tdingiz. Ularni ham korxonasini tanishtirib olsangiz. Himoya qilish vositalari Turkiyaning Hektar Sunset kimyo zavodining mana preparatlari 20 ga yaqin. Zararkunanda hasharot, kelib tanishtirsak bo'ladi. Zararkunanda hasharot, zamburug' kasalliklari, zararkunanda hasharotlar uchun, zamburug' kasalliklari uchun gerbisidlar, g'o'zani ichidagi begona o'tlarni oladigan, bug'doy ichida begona o'tlarni oladigan 20 dan ortiq preparatni ruxsatini olganmiz. Mana bu mayda narsalar nima? Men tushunmadim. Bular Norvegiyaniki. Yangi ozuqalar bular. Simulyatorlar. Mana shuni har biri 1 gektar uchun. Xo'p, endi bizlarda amino asid ekinlarimiz ko'p-ku. Ekinlarimiz qaysiga? Hammasiga to'g'ri keladimi? Hamma ekinga to'g'ri keladigani. Masalan, bu baliqdan olinadigan amino asid eng kuchli amino asid hisoblanadi. Mana shu ham 1 gektar uchun qo'llaniladi. Qayerdaki bu? Bu Norvegiyaniki. Mana bu preparatimiz ham, ozuqamiz ham bor. Bu 2 gektar uchun. 2 gektar uchun bunga qo'shib NPK'lardan, fosfor, kaliy, azotlardan qo'shib bersangiz 100% o'simlikka iste'mol, hazm qilishni keltirib chiqaradi, ham ildizni rivojlantiradi. Xo'p, mana bu Norvegiyaning dorilarini menga beravering. Mayda dorilarni aytdingiz. Qiziq. Endi ozuqa ko'p-ku bilasiz hozir O'zbekistonda ham raqobat yaxshi, korxonalar yaxshi rivojlangan, yaxshi mahsulotlar kelyapti, boshqa mahsulotlar. Nimasi bilan farq qilyapti? Bir qanaqadir sepishda tanasi kirib ketishimi yoki tezroq rivojlantirishimi, bargini o'stirishimi, hosilni kattartirishimi, nimasi bilan farq qilishi mumkin? Buni biz chorva ozuqa ekinlari urug'lariga ham sinadik, sabzavot ekinlariga ham. Qanaqa natija beradi desangiz, bu yildan yilga ko'ryapsiz, global isish jarayonlari ketyapti, havo iqlim o'zgarishi. Ekinlar stressga tushib qolyapti.
o'sha stressdan 100% himoya qilib beradi. Ha. Eng ko'zga tashlangani shu. Stressdan ishonarli tarzda sizlar ko'rgansizlar. Men mana bu urug'lar haqida aytib o'tdingiz-a. Makka urug'larida biza faosi 400 nari bersa eng maydasi boshlanadigan bo'lsa 700-750 gacha bor. Hozir mana bu makkajo'xori urug'laringizni ham ko'rib turibman-da, O'zbekistonda keng tarqalgan hech bo'lmasa bitta navni aytib o'tsangiz, sal tushuncha bo'lsa muxlislarimizga. Makkajo'xorida Bravo urug'chilik kompaniyasini Lexus gibridi. Ko'rsatsangiz bo'ladi. Lexus gibridi respublikani barcha tuprog'iga mos tushadigan. Qoraqalpoq hududiga ham, Andijon hududiga ham, sho'r yerda ham o'zini natijasini ko'rsatadi. Issiq garimsel joyda ham, shamolli o'lkada ham chidamliligi ko'rsata oladi. Lexus. Bu O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan urug'lardan biri. Endi qishloq xo'jaligida mana hozir stress deyapman-ku. Ba'zi navlar bor, 40 gradusdan o'tgandan keyin agar otalik guli o'sha momentda chiqib qolsa, changlanish jarayonida so'ta olabuladon tugib qoladi. Chunki chang уже nobud bo'lgan bo'ladi issiq sharoitda. Hozirgi oziqamiz o'shandan himoya qilib beradi. Endi makkajo'xorini umuman ekindan yaxshi hosil olish uchun o'sha 5 ta omil bor. Birinchisi yerni to'g'ri tayyorlash, ikkinchisi urug'da adashmaslik, uchinchisi oziqani to'g'ri vaqtda berish va to'rtinchisi suv. Beshinchi omil bu iqlim, ob-havo. Agar siz 4 ta zanjirni bir-biriga zanjirday narsa, agar 4 ta zanjirni mukammal olib borilsa, beshinchisi Allohdan. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri hosil olish mumkin. Bularning hammasi bu oziqalar yoki umuman bu katalogdagi 20 ga yaqin urug'lar O'zbekistonda 2 yil sinaladi. Janubiy hudud, shimoliy hudud, har bitta viloyatda ikkitadan hudud. Agar hamma joydan rezultati yaxshi o'tib, Qoraqalpoqda yaxshi bo'lmasa, u bozorga olib kirilmaydi. Chunki Buxorodagi dillar Qoraqalpoqqa sotib qo'yishi mumkin. Bu bizga zarar keltiradi. O'shaning uchun bir 2 yil sinab, 3-yil bozorga olib kelib fermerlarga taklif qilamiz va kafolati bilan beramiz. Shuning uchun kafolatlangan holatda sertifikat bilan beriladi. Respublikamizning hamma hududlarida mos bo'lgandan keyin savdoga chiqariladi desak to'g'ri bo'ladi. Masalan, 20 xil urug'dan ikkita o'tishi mumkin. Sinovdan. Hali suhbatimizni boshida Ves Agro kanalidan ustozimiz O'rmonal akamning kanallaridan ko'rishlaringiz mumkin dedi. Men o'zim ham ko'rdim. O'sha safarlaringizni, agrobiznes jamoasini ijtimoiy tarmoqlarda o'zlaringizni qaysi sahifalarda ko'rishlari mumkin obunachilarimiz. Keyin telefon raqamlarini agar iloji bo'lsa aytib o'tsangiz, murojaat qilish uchun qaysi raqamlarga murojaat qilishadi? Ijtimoiy tarmoqlarda agrobiznes yozilsa, YouTube'da, Instagram'da hammasida bor. Agrobiznes. Agrobiznes. Menga bersangiz, Bu meni telefon raqamim, tashrif qog'ozim. O'zingizga murojaat qilsa bo'ladi. 24 ga 7 ish bo'ladi. Korxonaning ham nomerlari bormi alohida yo mana shu siz bilan bog'lansa bo'ladi? Men bilan bog'lansa bo'ladi. Korxonaning nomeri mana katalog orqasida ko'rsatilgan. Uni ham ko'rsataylik, endi baribir mabodo ko'pchilikda ko'radiganlar. Ma'lumotlar uchun rahmat. Baraka toping. Dehqonchiliklarimizga, hammamizga, yurtimizga, sizlarni biz ham hammamizga kasb-korimizga Xudo taolo o'zi baraka bersin. Rahmat. Shunday ulg'ayon kunlarda turibmiz. Ramazonda duolarimiz inshaalloh ijobat bo'lib, yana O'zbekistonda qishloq xo'jaligi rivojlansin. Rahmat. Sog' bo'ling. Sizga ham rahmat kattakon.